tushkunlikka ham tushgan edim. Уже men nimaga bu hamma joy bezovta bo'lyapti? Qandaydir ancha stress holatida edimda, to'g'risi. Feruza opa, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, yaxshimisiz doktor? Kelgan paytda holatingiz qanaqa edi? Shu haqida aytib bersangiz. Kelgan holatimda to'g'risi menga asosiy pochkamda muammo bor edi. Travmatolog, tizza doktori kerak edi. Tizzamda muammo bor edi. Keyin boshim aylanar edi, nima desam bo'ladi. Stress holatida edim. Tushkunlikka tushib qolgandim. 4-5 joyga olib bordilar, haqiqatan ham olib bordilar. 2-3 kun vaqt ketdi unga ham. Keyin bu yoqqa keldik. Bu yerga keldik, to'g'risi menga avvalambor yoqdi. Joylashdim. Boshida yana birinchi marta keldim, to'g'risi cho'chigandim-da. Nima bo'ladi, nima qo'yadi, davo olamanmikan deb cho'chigandim. Keyin shu bilan lecheniyalar, vrachlar kirdi. Nima deydi, analizlar topshirdik, tomografiyadan o'tdik, mana hamma nimasi bor ekan analizlari. Menga lecheniялari to'g'risi boshida cho'chigandim, haqiqatan ham. Mana bugun уже 10-kun, xudo xolasa juda yaxshiman. Men avvalambor vrachlarga hammasiga rahmat aytmoqchiman. To'g'risi bularda xonaga har kuni kiradilar, obhodga ko'nglimni ko'tarardilar. Kelgandagi holatingizdan hozirgi holatingiz farqi bormi? Qanday o'zgarishlar? Ancha farqi bor. Kelgan holatimda aytdim-ku, tizzamda og'riq bo'lardi. To'g'risi, pochkamda muammosi bor edi, pochkamda ham. Keyin terapevtdan menga kerak edi, to'g'risi. Menda chunki atyuglar bor edi, ishlar bor edi. Keyin tushkunlikka ham tushgan edim. Уже men nimaga bu hamma joy bezovta bo'lyapti? Qandaydir ancha stress holatida edimda, to'g'risi. Yo'q, hozir ancha yaxshi, Allohga shukr. Hozir ishlaringiz yo'q. Juda ham yengilman. Kun davomidagi